Haroma. Nihoyat qaytishga qaror qildingmi? Yaxshiyamki Afsunning xotirasini o'chirib yuboradi. Xola, hozir meni nima deb chaqirding? Yo'q, haligi xonim. Xonim, nima? 2 kun yo'qolib unutdingmi? Ona deb chaqirish shunchalik qiyinmi? Qani, nima deyish kerak ekan? Mana ona, qizimni buzib qo'ygan. Sen bo'lasan yaramas. Oyijon, buvim g'azablangan. Otamni o'ldiradiganga o'xshaydi. Ona, yetarli. Bola sizdan qo'rqyapti. Ha, mayli. Bu safar senga omad kulib boqdi. Kel, ovqatlanamiz. Rahmat opa. Yo'q. Rahmat oyi. Shundoq qilib, Li Yuan shot yasharkanday. Bu unchalik yaxshi ko'rinmaydi. Xoyi, u yerda turma, ovqatlanishga kel. Uyga xush kelibsan. Undan qanday qilib so'rash mumkin? Nima desam ekan? Xoyi, yakshanba kuni uchrashishimiz mumkinmi? Behuda. Men buni hech qachon yuziga ayta olmayman. Lekin telefon orqali so'rashim mumkin. Agar juda kech qo'ng'iroq qilganimga yo'q desa nima bo'ladi? Agar uxlayotgan bo'lsa, men uni uyg'otsam-chi? Agar u mendan bosh tortsa-chi? Xoyi. Nima qilishim kerak? Xoyi, kasal bo'ldingmi? Onam dadamni quchoqlaydi va u darhol tuzalib ketadi. Bema'ni gaplarni gapirma. Tezroq ishlarni qilinglar. Qara. Onam uyalyapti. Men aralashmayman. Qani bir klubga borib kelay. Kechroq qaytaman. Shundoq qilib, mensiz yotaveringlar. Ona, o'zingiz ehtiyot qiling. Xayr, buvijon. Ko'rishguncha. Dada, muammoni qanday hal qilish mumkin? Bu shunchaki oddiy narsa. Mana, qara mundoq. Dadam zo'rla. Men tuni bo'yi yecholmay o'tirardim. Bo'ldi bolalar. Uxlash vaqti keldi. Ammo ertaga shanba. Ha, biz ko'proq o'ynashni xohlaymiz. Ha, shundoq. Haligi ruxsat bersang-chi. Haqiqatan ham kech bo'ldi. Xo'p, onang aytganini qil. Bo'ldi, uxlashga o'tish kerak. Va endi men chiqib ketaman. Xayrli kech. Bu Xayzuy mintaqaviy kanali. Bu voyaga yetmaganlarni bir oila bo'lib yashash haqida. Bu nimasi? Xuddi shu narsa yangiliklarda ham. 2 farzandning ota-onasi va ular bolalikdan birgalikda do'st bo'lishgan. Xoyi. Xoyi, bizga yotish vaqti keldi. Menimcha onam bugun qaytib kelmaydi. U qaytib kelmaydi? Xoyi. Yo xudoyim, biz birga yotishimiz kerakmi? U bilan birgalikda. Xoyi, kechirasan, isib ketdi. Men senga shamol qilib turaman. Shundoq yaxshimi? Li Huan judayam mehribon. Men u bilan xursand bo'lardim. To'xta, Janxoyi, uyg'onsang-chi, uyg'on. Bu shunchaki shokoladni ta'siri. Xoyi, nima bo'ldi? Siz bu kiyimda isib ketmayapsizmi? Menga qo'ng'iroq qilishyapti. Tezda javob beraman. Salom. Xoyi, kechasi qo'ng'iroq qilganim uchun uzr so'rayman. Xalaqit bermadimmi? Albatta yo'q. Biron bir ishing bormi? Haligi yakshanba kuni istirohat bog'iga birga borsak bo'ladimi? Isxo park ekanmi? Ha, yaxshi. Yakshanba kuni men bo'shman.
Ha, o'sha yerda birga ko'rishamiz. Hoyi, nimadir bo'ldimi? Haligi meni uydagilarim kutishyapti. Hoyi, menga va'da ber. Yakshanba kuni bolalarimizni istirohat bog'iga olib boring, xo'pmi? Ular siz bilan ko'proq vaqt o'tkazishni xohlaydi. Yakshanba? Yakshanba! Shu yakshanba-ya. Sen va'da ber. Axir ularning otasisan. Ota doim bolalarga g'amxo'rlik qilish kerak. Bema'nilik, bu noto'g'ri ish. Haqiqatga qara. Oddiy narsa bu. Qara, bir o'ylab ko'r. Xiyaziton go'zal, chiroyli va boy. Agar uni yo'ldan ozdirsang, butun boylikka ega chiqasan va mazza qilasan. Hoy. Li Yuan bilan birga bor. Qo'ysang-chi, Zitong bilan birga borib mazza qil. Li Yuan, Zitong. Hoy, nima qilyapsiz? Li Yuan. Yakshanba kuni sen bilan boraman. Sen bilan emas, biz bilan. Dadamni yaxshi ko'raman. Kechirasan Zitong, kech qo'ng'iroq qilganim uchun uzr. Xotirlanma, Hoyi, men hali uxlamadim. Eshit, Zitong, bir narsani muhokama qilmoqchi edim. Dam olish kuni haqida. Men haligi yosh xonimning do'stlari juda kam. Uni yolg'iz ko'rish juda ham achinarli. Hoyi, yakshanba kuni band bo'lsangiz, hech qayerga kelishingiz shart emas. Bunaqa emas. Men aytmoqchi edimki, o'z vaqtida boraman. Shunchaki kechikmagan, xo'pmi? Ha, mayli, unda xayr. Mana tilim, mana dushmanim. Hoyi. Hoyi, haligi o'zingiz ehtiyot qiling. Agar hammasi rejadagidek ketsa, men albatta barchasini uddalayman. Yakshanba soat 8:50. Voy, qanday ulkan. Qanchalik diqqatga sazovor joylar. Dada, qatga qarab ketmoqmiz. Dadangga ishon. Biz istirohat bog'ida birinchi martamiz, shunday emasmi? U yerdan butun parkni ko'rishimiz mumkin. Qanday baland. Yaxshi, meni rejam bor. Zitong bilan o'nda uchrashaman. Va menda 1 soat vaqtim bor. Bu soat ichida hamma joyga minishimiz mumkin bo'ladi. Uzoqdan pastroq tuyulganda, bu yerdan juda baland-ku. Nega material yumshoq? G'alati qurilish. Va yoqimli hidga ega. Voy ahmoq, nega meni qiz do'stim oyog'idan ushlayapsan? Dahshatli, endi menga hech kim turmushga chiqmaydi. Voy, eshitsanmi? Men senga aytayapman. Kechirasiz, men. Janxoyi. Bolani oldida nima qilyapsan? Uzr so'rayman, meni tashqariga chiqarib yuboringlar. Tugagani rost bo'lsin. Jinnursan, menda vaqt yo'q. Hoyi, yaxshimisan? Agar yo'q bo'lsa, kel. Yo'q, hammasi juda ham zo'r. Davom etamiz. Bu attraksionlarning barchasi inson tabiatga qarshi yaratilgan. Hoyi, ahvoling yaxshi emas. Odam bolasi, hayot qisqa, mazza qilsang-chi. Qani xursand bo'l. Bo'ldi qilsang-chi, masxara qilishni bas qil. Men seni qo'llab-quvvatlash uchun keldim, noshukr. Qarasang-chi, gapirishga umuman vaqtim yo'q. 10 daqiqagina qoldi. Zitong bilan uchrashishim kerak.
Hoy, buni qilishingga ishonching komilmi yoki yordam beraymi? Odamlarni kamsitmagin. Shunchaki meni kuzatib tur. Avvaliga yodgorlik do'konini aylanib o'taman, keyin esa yo'l va o'yin maydonchasi panjarasi orqali karuseldan sakrab o'tib, savdo ko'chasidan yugurib o'taman. Va menda 1 daqiqagina qoladi. Zitoy shunchaki barcha qizlarga o'xshaydi. Shuning uchun ham u birozgina kechikib keladi, to'g'rimi? Agar shunday bo'lsa, men hech qachon kechikmayman. Hoyi, sen kelding. Onasini ham sen keyingi qismda. Ushbu anime Jasper buyurtmasiga asosan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar Misketa, ovoz berdi mukallaf. Taymingda shot u doim kod.